Sizga ham uyda o'tiribsan, pulni nima qilasan deyishadimi? Uyda o'tirgan ayol kishi pulni ishlatmaydi deb sizga kim aytdi? Hamma ayol kishi pulni yaxshi ko'radi, bari bir xil. Gilomimni yangilayin, pardamni almashtiring. Idish tovoqlarim sinib ketdi, o'zgartiring deydigan ayol kishi. Uyda kamini yangilaydigan, biladigan ayol kishi albatta. Qizlar lekin pul yo'q deb hamma yoqqa jar solib, jaranglatib o'tirmasdan, ya'ni kelinglar onlayn qo'lingizdagi telefoningiz orqali pul ishlasangiz bo'ladi. Qizlar bitta bir kunda 2 soat, 3 soat vaqtingizni telefonga sarflayapsiz. Keling, mana shu vaqtingizni foydali sarflab turib, telefondan, oddiy foydalikdagi internet magazindan pul ishlang. Buni barchasini men sizga tekinga noldan o'rgataman. Buning uchun sil bilan bog'laning.